Tamgir topimizdagi barliq do'stlar, shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz sizlarga oilada oddiy bo'lgan, ammo yeyishlik bo'lgan narinchopni tayyorlashni tunishtiramiz. Ketarli xom materiallar bo'lsa, qo'y go'shti, at go'shti qiyisi yoki sirlangan at go'shti bo'lsin bo'ldi. Seriq qizil sabza, yaproqcha alat to'g'rab olamiz. Bosh piyozni qalamcha alat to'g'rab olamiz. Osh ko'ki bilan yana ayrim bosh piyozni ushoq holatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Bugungi narinchopning cho'piga ishlatadiganimiz bo'lsa, tayyor xaltali qushqashtili cho'pi, ya'ni manchiz deb qo'ymizga. Bu nihoyat yeyishlik ham jarayoni oddiy bo'ldi. Buning asosiy ketadigan tamxurishlari bo'lsa, tuz, zira, qarmuch qatorliq shu 3 xil tamxurchi bo'lsa bo'ldi. Qozon go'shtni silib, chiqroq shu go'sht chilashqidek suv quyib, o'tni yig'ib qo'ysak bo'ldi. Qozon qaynay deganda go'shtning kupugi chiqadi. Kupugini pak suzitimiz, qayta suzimiz. Go'shtning kupugini suzib bo'lib, qozon qaynaganda qalam chiqilib olgan piyozni solamiz. Ondan yalpoqlab olgan seriq qizil savzni qozonga tekshi solamiz. Bir qo'shiq atrofda tuz solamiz. Buningdagi maqsad go'sht tamlik chiqadi. Ondan o'tni bo'sh holatda tangshab, chumish bilan to'xtamay so'rib turamiz. Buningda sho'rpining rangi chiroyli chiqadi. Sho'rpida pishib tayyor bo'lgan savzi bilan go'shtni suzib elib olamiz. Pishib tayyor bo'lgan go'shtimizni ushoq holatda to'g'rab olamiz. Savzini shu. Savzini ushoq holatda to'g'rab olamiz. Ondan piyozni silib, ushoq piyozni aralashtiramiz. Hisobda qiyma qilamiz buni. Qiymini tangshab tamlantirish uchun tuz. Ondan zira. Yana muvofiq miqdorda qarmuch silib, uning ustiga biz eng oxirida bizning tayyorlab olgan sho'rpimizni to'kamiz. Sho'rpining miqdori sal jiqroq bo'lishi kerak. Sho'rpining miqdorini odatda mushunchalik tangsak bo'ldi. Quyuq suyuqlik darajasi odatda shu qiyma cho'kidek holatda bo'z bo'ldi. Qaytadan biz go'sht sho'rpisiga suv joylaymiz. Taxminan bir 2 yoki 3 chin atrofda suv joylab olsak bo'ldi. Ondan biz tayyorlab olgan menchiz cho'pini qaynagan qozonga to'kib, chumish orqali buni ostidan qo'chib, buni ostiga tutib olmaslik uchun aralashtirib. Tayyor bo'lgan cho'pni shuning bilan cho'yli bilan suzib, taxsiga olsak bo'ldi. Buni chayqash ketmaydi sovuq suvda. Endi tayyor bo'lgan narinchopning qiymasini suzib olgan cho'pning ustiga tekshi solamiz. Narinchopning suyuq quyuqligi sho'rpisining shunchalik holatda bo'ldi. Eng oxirida ustiga oz miqdorda osh ko'ki silib iste'mol qilsak bo'ldi. Mushunga o'xshash Talla bozorining tayyor xaltaliq menchiz cho'pini ishlatgan narinchop bir-biriga chaplashib qolmaydi ham, intayin yeyishlik bo'ldi.